Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1999-yil 4-oyda birinchi qitim nashr qilgan roman Sarson Ruh. Avtori Ahad Turdi. Bu kitobni ana yurtdan ayrilib, chet ellarda muhojiratda turayotgan barliq vatandoshlarimga bag'ishlayman. Avtor. G'irb dardini g'urbatda adodin so'ra, visal qadrini oshiq gadodin so'ra. Vatansiz hayatta ne ma'na ne tem, buni öz elidin judadın so'ra. Abdurrahim Tilashib O'tkir. Nashriyatdan. Ahad Turdi o'ziga xos talanti, mo'l ijodiyat mevlari bilan Uyg'ur adabiyoti munbirida ko'rinarlik o'rinda turadigan iqtidorli yozuvchi. Mana bugun hurmatlik adibning yana bir yangi romani qo'lingizga tegdi. Ona yurt, ona tuproq, ona vatan sevgisi, judolik dardi, visal shodligi, inson qismati to'g'risida yozilgan bu asardimi Ahad Turdi haqiqiy yozuvchilik mahoratini namoyon qilgan. Romanda sizni nihoyatda ko'p qiziqarli voqealar, echinishli taqdirlar kutadi. Sarson Ruh romani yozuvchining 80-yillarning o'ttirlaridan e'tiboran e'lon qilishga boshlagan unutilgan kishilar, hayot shundoq, ay yomg'iri, yiroqda qolgan muhabbat qatorliq romanlardan keyingi 5-romani. Yozuvchi hozir qadimki yurtimizning 17-asrdagi hasrat nadomatlari to'g'risida Appa Xo'ja va Mashrab nomli tarixiy roman yozish ustida izlanmoqda. Sarson Ruhning go'zal istaklari. Sarson Ruh romaniga singan bu ideya yozuvchining orzusi bilanla paydo bo'lgan emas. Vatan tuprog'ini har minut, har sekund yod etish, vatanidan ayrilgan har bir sargardon uchun vijdoniy burch. Mana mushu amaliyot avtorining izlanishlari orqali romanga aylanib, Sarson Ruh degan nom bilan go'zal qalblardagi go'zal orzularning inkosi sifatida biz bilan didorlashdi. Romanni o'qisak, Qashqarlik oqko'ngil tijoratchi Atxon va uning o'g'li Akbar, shuningdek alohida tabiiy xosligi bilan ko'zga tashlanib turadigan ilm sholarning o'z yurtidan chiqib, Saudiya Arabistonining Jidda, Makka shaharlariga yetib borg'uchi va u yerlarga borgandan keyin uzoq yil tortgan judolik azoblari, fojialar, jafoliq kechirmishlari bizni cho'nqur o'yga soladi. Vatansizlik inson uchun eng zo'r yetimlik, panohsizlik. 1987-yili Germaniyaning Myunxen shahrida bir yashagan o'zbek menga nurg'un pul bersak, mushu yerda qolamsiz deganda men hargiz o'lgan hujayra bo'lishni xohlamayman. Vatanidan, xalqidan ayrilgan odam boshning kepikiga o'xshaydi. Men bundoq kepak bo'lishni hargiz xohlamayman degan edim. U ho'ngrab yig'lab, men 16 yoshimda 2-jahon urushida fidoyilar qo'shiniga askar bo'lib qatnashib, Sovet ittifoqiga qarshi o'q atgan va oxirida mag'lub bo'lib vatansiz qolganman. Dunyoda men bormagan yerlar oz qoldi. Pulim jiq, xotin bolalikmi bo'ldim. Lekin men eng baxtsiz odamman. Mahallamni, ishkimiz oldidagi tugmanni o'ylamaydigan birmi kunim yo'q. Men o'lgan hujayra, men boshning kepiki dedi. Mana bu Sarson Ruhdagi personajlar uchun o'rtaq taqdir, o'rtaq azob. Chet ellarda xilma-xil sabablar bilan yurt makonidan ayrilib, sargardon bo'lib yurgan necha yuz ming Uyg'urlarimiz bor. Ularning qaysi biri vatansizlik azobini tortmaydi deysiz? Bu temada texi cho'ngroq bir asar yozilmagan edi. Tunji bo'lib yozuvchi Ahad Turdi Sarson Ruh nomli romani bilan bu bo'shliqni to'ldirdi. Sarson Ruh yolg'iz temisi bilanla danglik asar bo'lib qolmasdan, balki mazmuniy va badiiy alohidligi jihatdanmi zo'r muvaffaqiyatga erishgan asar. Keng hayot ko'rinishlari, Jungu, Pokiston, Arabiston, Misr turmushi, personajlarning xosligi, turmush yo'llarining agri to'qayligi, musofirdan tartib podshohgacha bo'lgan odamlar qatlamining ruhiy dunyosi o'qirmanlarga tarbiya, zo'q va bilim berdi. Syujet qurilmasidagi do'lqinsimon cho'ng kichik voqealarning chinligi, qiziqarligi kishini o'ziga jalb qiladi. Personajlarning ko'p xil xarakter xosliklari bizga qiziq tuyuladi. Avtor bu tema ustida izlanib, 2 qitim chet ellarga berib, nurg'unlagan Sarson Ruh egalari bilan ko'p qitim suhbatda bo'lgan, vatanning bir siqim tuprog'i tutiya bo'lgan odamlarning ko'z yoshlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan,
oxirgi tiniqida ana yurtini zikr qilib jon uzgan musofirlar to'g'risidagi nurg'un hikoyalarni anglagan. Shunga bu roman ham turmush chinligiga, ham badiiy chinliqqa ega bo'lgan. Sarson ruh temasini yo'ritib berish bir jafoliq, mas'uliyatchanligi kuchlik emgak. Talantli yozuvchi Ahad Turdi ko'p taraflimlik izlanishlari, bebaho mehnati orqali vatan temasida yozilgan bu romanni xalqimizga taqdim qilib, adabiyot san'at sohasida katta ish qildi. Sarson ruh bir go'zal ruhga, vatanparvarlik ruhiga o'qilgan madiha kuyi. Bu roman o'zining alohida qimmati va muvaffaqiyati bilan vatanparvarlik temasida yozilgan esil romanlarning qatoridan o'rin olg'usi. Zordun Sabir 1998 yil 7 ayning 25 kuni Urumchi. Birinchi qism. Dengizga tutashgan yo'llar. Birinchi bob. Haj ishqi. Birinchi. Tomuz kunlarining issiqi xuddi mushu qapchig'ay rastiga tiqilib olgandek, Atxonning yipakchilik do'kini o'pillab ketdi. U birdam g'oz pidin yasalgan yalpiguch bilan o'zini yalpib baqdi. Birdam mushu rastda yugur yetim ishlarni qiladigan iliqi shodipochoq darvish baqiga muzdek dog' akeldirib ichibmi baqdi. Lekin sagimidi. Tashnaliqmi qonmidi. İç-içidan issiq o'rlab, tiniqimi o'ziga o'tdek bilinib ketdi. Oxir u do'konni taqidi. Uyga kirib manzardagi salqin ayvonda dam olib, sagidab chiqish niyatiga keldi. Yeshi 50 ga taqgan gijik saqalini chiroyli yastib, beshiga ko'k manpu do'ppa, angniga inchga qora yo'lliq oq panchuk yekdak, putiga qora shavrundan tikilgan yumshoq shipak kash kiygan o'tir bo'y, mehri issiq bu odam Yitka jamoasining oldidan o'tdi va qadamda bir uchirgan tunishlarga illiq salom berib, Canan ko'chasining do'qmishiga kelganda birisi chaqirib qoldi. U ovoz chiqqan tarafga qaradi. Yangoq sariyining yonidagi vodka do'kondan beshini chiqarib, qo'l ishorati qilayotgan Tosh qariyni ko'rdi. Ular salomlashdi. Tosh qari Atixonga anjur yog'ichidan yasalgan o'yma gullik qatlama o'rindiqni qo'yib berdi. O'rindiqning ustiga bir parcha quroq ko'rpa silingan edi. Pah-pah, kun ajab isib ketdi desizlar, dedi Tashqari qo'lidagi qo'mush yelpig'ichni Atixonga uzatib. O'zlarimi do'konda o'ltirolmabdi-da. U peshtaxtining ostidan ajdaho gullik Canan chaynakni elib, 2 piyolaga choy qo'ydi. O'ri ko'tarilib turgan choydan lachin doni bilan qalampurning o'tkir hidi atrofga tardi. Bundaq issiqda choydan boshqasi tashnaliqni qondira olmaydi ekan, dedi Tashqari Atixonga piyolani sunib. Qani xo'sh, choyga iltifot qilsizlar. Tashqari 60 yoshga yaqinlagan egiz bo'y, qatma kelgan kilishangu, sulkatlik odam edi. U beshiga zaytun ranglik shoyi do'ppa kiyib, angniga oq chujunkidan kirtik yoqiliq uzun kamzul kiyib olgan, kamzulning mayda yanchuqiga silingan qiyam soatning seriq zanjir beg'i choponning tugmasiga ilib qo'yilgan edi. Tashqarining do'koni bu atrofda xili nomi bor do'kon edi. Gerçi onundan birlik qarab vaqt degidek birer e'tibor narsani topqili bo'lmagan bilan, ammo izlab kelgan hojatmanga har qanday narsa tepilatdi. Cho'ngi kumush shamdandan kichiki sadaf tugmigicha, hatto maylamchilar ishlatadigan qora guldan tartib yingna, o'ymoq, pisildaq ilgakkicha bor edi. Lozim bo'lganlarga kon zamonning dat basqan yarmoq dachanlarigacha tepilatdi. Dükkanning usti tarafiga tulka, davg'an, so'g'ir terilari bilan billa har xil nogay qapoqlargacha esilgan edi. Bularning ichida bovoqlarning qirqini chiqarganda ishlatiladigan maxsus nogaydan tartib nos qapiqi va kaptar vazlar ishlatiladigan g'ung qapoqcha bor edi. Eng muhimi, Tashqarining yuqori tuvanda tonish bilishlari ko'p ham o'zimi xushpil chiqishqa bo'lg'achqa bu ko'rimsiz oddiy do'konni mushu shahardagi yangi xabar, yangi uchurlarning markazi deyishga bo'ladi. Uning mana shu quroq ko'rpilik qatlama o'rindiqidan hamisha odam uzilmaydi. Ajdaho gullik chaynakidimi qish-yoz uzilmay xushburoq choylar damlanib turadi. Xo'sh taqsir, o'zlarining hajga berish ishlari qandoq bo'lyotdi? So'radi Tashqari bir piyola choy ichilib bo'lgandan keyin. Biror xo'sh xabar bormi? Yo'qsa, Tashqarika,
dedi Atxan bir xil izdirobliq tuyg'u bilan. Peqirning ta'liyi ta'tur ekan, chek chiqmadi, hamma ish tugidi. Chek chiqmadi deslar, dedi Tashqari dikingan holda ko'ngli yerim bo'lib. Lekin amal qancha? Konalarda chekka chekildimang degan gap bor. Anglsam bu qitimqi chek tortishni hokim Tursun ili o'zi qildi deydi-ku. Rostmi? Rost. Ülüşkün jiddiy uqtirish qipti, deb tushuntirishga boshladi Atxan. Aldirab Yamulga barsaq shu ish ekan. Tursun hokim o'z qo'li bilan chek tortdi va bu yilqi hajga chek chiqqanlar bordi. Chek chiqmaganlar kelar yili navbat kutdi dedi. Chek olganlar nihoyatda ko'p, lekin chiqqanlar bakmi oz. Anglasam, nadik odamlarga chek chiqib, beshi osmonga yetgan o'xshaydi. Yapchan, Oğuzaq, Taşmiliq taraflardan kelgan sahroliq boylarning bir nechasiga chiqdi deydi-ku. Hey, deb ulug' kichik tindi Atxan. Banda niyat qilgan bilan ishning ro'yobga chiqmaqi Allohning irodasiga bog'liq o'xshaydi. Atxanning yuragi umidsizlikka to'lib, beshimi lasida tushib ketdi. Albatta shundoq taqsir, dedi Tashqari Atxan tarafga texmi yaqinroq siljib. Lekin bu sabablik emas. Sebeplik alem. Sebep qilsa bitmaydigan ish yo'q. Sabr qilsizlar Atxan. Alloh taolo hamma sabr qilg'uvchilar bilan billar. Sizlarning niyatlari durust. Bunda xosiyatli qutlug' ishni ko'ngliga pukkan odamni Alloh taolo hargiz noumid qo'ymaydi. Do'tay Yamuludagi bir birodarimiz yo'l mingib baqay da'vatidir, dedi Atxan. Oxir beshini ko'tarib, oz to'la umidlangan holda. Shuningdan biror yaxshi xabar bo'lib qolarmikin deb turyapman. Umo bo'pti, dedi Tashqari darhol ifoda bildirib. Lekin yo'l deganni ipin tepib, erkakchisini ayirib mangmasa ish vujudga chiqmaydi. Men sizlarga bir maslahat beray. U Atxanning quliqiga xili uzoq pichirildi. Pichirlab bo'lib yana atrofga gumon bilan qarab qo'ydi. Rahmat Tashqarika, dedi Atxan o'rnidan turib o'tib. Xudo yo'lida qilgan bu yaxshiliklarni hargiz yerda qo'ymayman. Bu ish uchun nima ketsa men rozi. Atxan umid bilan umidsizlik, xushallik bilan hasrat, tititlik bilan taqozzoliq aralashib ketgan bir xil murakkab ruhiy kayfiyat ichida uyiga qarab mandi. Uning uyi Janan ko'chasida edi. Kirgan kishining ko'ngli vallada ichilodek pokiz, ozoda. Bu uyning hovlisida bir tup akatsiya daraxti bo'lib, uning baraqsan notalari egiz o'gizigacha bo'y so'zgan edi. Chiroyli navo chiqarib yasalgan peshayvon keng ham ko'rkam edi. Akatsiyaning yeniga qo'yilgan ikki yomning birisida anjur, birisida anar ko'chti bor edi. Anjurlar anda munda tug'ib, xuddi yeshil tugmalardek yaltirab turardi. Anarmu qip-qizil chechaklab o'ziga xos tus bilan jo'lalinib turardi. Xish palampay bilan chiqadigan ikkinchi qavatdagi manzar uylarining oldi o'yma gullik vodaklar bilan qo'rshalgan bo'lib, uning ustiga tizilgan tashtaklarda gul so'sa, gul yasman, kipargul, xenigul, tuxumgul, chilangul, mirza sabda qatorliq rang-rang gullar echilib, xushpuroq chechib, bu hovlini to'liq ko'rkam tabiiy gulzorlikqa aylantirib o'tgan edi. Chiroyli kepinaklarmi nozik qanotlarini kirib, guldan gulga pirildab uchib, hovliga texmo rangdor husn qo'shgan edi. Atxan gul xumar odam edi. Yam va tashtaklardagi gullarni har kuni suv purkib tozalab parvish qiladi. O'zimi kiyim-kechkini pokiz, yangi va ozoda kiyatdi. U texi har kuni kechda qorong'u dalon bilan cho'ng darvoza oldiga chiroq yoqib qo'yatdi. Uydagilar nima uchun yog'ni isrof qilib shunday qildiganligini so'raganda, u odam o'lganda go'ri nurliq bo'ladi deb qo'yatdi. Atxan yana kunduzlari bo'sh vaqt chiqsala qo'liga kichikkina kaki bilan supurgini ilib, o'yla, ishik oldi. Hatto qo'shnilarining ishki oldilaridagi egiz-pas, mudur cho'qir yerlarni tuzlab, takshilab, pokizlab qo'yatdi. Shunga kishilar Atxanni Xudoning nazari tushgan odam deb ta'riflashatdi. Atxan uyga kirib, bir piyola sovutilgan navat choy ichdi. Ondan ustidagi mehmonxonaga chiqdi. Bu mehmonxona kayvonliq bo'lib, ishkining cho'risiga zangar rangli gajdan shalvon tortilgan edi. U mehmonxonaga kiribla bulondagi sim karvat ustiga chiqdi. Uy ichi tinch, salqin ham qorong'u edi. Bundaq pinhon rohatlik muhit Atxanni birdam cheki yo'q xiyollar ilikida allaylatib, keyin tizla uyquga g'arq qilib etdi.
ikkinchi tong saharning qaramtul subisi ko'tarilib keng ufuq oqirib kelmoqda edi. Kishilar namoz bomdoddan yondi. Texi baylar jimjit turgan pinhon ko'cha rasilar jonlanib ketdi. Orada oldidagi danglik oshpozning xo'jayini baland ovoz bilan varqirab kechicha xomush yotgan shaharni uyg'otibdi. Anglanglar jamoat, puli dam yedi, puli yo'qlar g'am yedi, puli barlar qo'linglarni chayqanglar, puli yo'qlar tamni tutib tarqanglar. Tashqari Canan ko'chasining do'qmushidagi masjiddan chiqib, o'zidan bir necha qadam burun mangan Atxonga yetishib oldi. Assalomu alaykum Atxon. Va alaykum assalom Tashqarika. Ular ko'cha oldidagi eriq bo'yda to'xtadi. Eriqda labbalab suv iqvatadi. Yiltizi suvga qangan suvadan teraklar texmi bo'y tartib yumran yaproqlar sahar salqinida yenik shildirlaydi. Yiroqda ikki chakoda tamballarni yo'tsig'icha turib qo'yib, bir putini eriqqa tiqqan holda bas-bas bilan yo'lga suv sepib o'tadi. Sizlarga xush xabar Atxon. Hiliqi ishimiz yiqib qoldigandek turdi, dedi tashqari ovozni past qilib. Mening hiliqi tilmashlik qilgan jiyan o'g'lim Dotay Yamul xarji ishlar bo'limining boshlig'i Yang Modi bilan so'zlashibdi. Nima debdi? Aldirab taqozolik bilan so'radi Atxon. Og'zida bo'ldi degan gapni qilmagan bilan ko'zida rozi ekanligini bildiribdi, dedi tashqari ayni ahvolni tushuntirib. Amdiki gap bizning yamchiksilishimizda qoldi, lekin men o'zlariga ortiqcha chiqim bo'lib ketarmikin deb ansirayman. Yaxshi ko'ngillarga rahmat Tashqarika, dedi Atxon suhbatdeshining samimiyatidan ta'sirlanib. Lekin men Alloh yo'lida bosgan yo'limdan hargiz yonmayman. Har qancha chiqim tortsammi men rozi. Tashqarimi uning inoyatidan, irodasidan ta'sirlandi. Inshaalloh Xudoyim sizni Havzi Kavsardan ulug' Mustafoning shafoatidan yiroq qilmag'ay. Menmo sizning bu ulug' safarga bu yildan qolmay otlanib ketishlarini tilayman. Mening hiliqi jiyan o'g'limning aytishicha vaziyat kundan kunga yomonlashib ketayotgan o'xshaydi. Agar mundaq ketaversa, kelar yillari hajga berish ishimi basi mushkul ekan. Xudoyim mushkulimizni oson qilar, dedi Atxon o'ziga o'zi tasalli bergandek asta pichirlab. Lekin uning yuragi qandaqdir bir g'oyibona to'sqinlikni, vahimini sezgandek tez-tez so'qib ketdi. Haj qilish Atxonning uzoq yillardan beri ko'ngliga pukib yurgan yuksak arzusi edi. Bu arzuda uning o'zidagi kuchli diniy aqida, talpinish va burish tuyg'usidan boshqa marhum dadasining vasiyatimi cho'nqur o'rin olgan edi. Uning dadasi Hashim Urus xili bosh ko'targan savdogar edi. Hashim Urus ayni vaqtda O'rta Osiyoda bo'libmi Qozon, Shamay qatorliq joylarda ko'proq savdo qiladi. Hashim Urus 1942-yilning beshida haj farzini ado qilish uchun pasport ishlatib safar tayyorligini qilgan edi. Lekin safarga atlanış taraddudida yurgan kunlarning birida uning beshiga kutilmagan ig'ir kulfat tushdi. Shingisay kuchmaslikdan yuzi o'rib, sovet parastlarni tutqun qilganda bir kechasi tuyuqsiz Hashim Urusni tutib ketdi. Hashim Urusning haj qilish niyati yo'qqa chiqdi. Shu chaqda Hashim Urus bu muqaddas arzusini o'g'li Atxonga topshirib, turmada uningga: "O'g'lim, haj qilish islomning bir turiki. Kuch-quvvati yetgan odam hajni tark etsa, islomning binosini buzishga uringan bilan tang bo'ladi. Mening arzuyim endi ish oshmaydigan o'xshaydi. Sen bu farzni cho'qim ado qilib, men uchunmi umra haj qilib qaytqin", deb nasihat qilgan edi. Amaliyotda bu uning vasiyati bo'lib qoldi. Mana shu kundan boshlab ota vasiyati Atxonning qulab tuvida hamisha yangrab, Allohning baytiga tavob qilish o'ti uning qalbida mash'al bo'lib yondi. Bu xil qizg'inlik va e'tiqod kuchi uni bir kunmi jim turg'izmadi. Pul bilanla hal bo'lgan ish bo'lsa, qo'lim ko'ksimda Tashqarika, dedi Atxon yana shu taqozolik bilan gapini davom qilib. Bayam o'zlari aytgandek, keyin qolgan ishni qari bosmasa yana amdiki umidni o'ldiriga qo'ydim. Avvali Xudo Atxon, zodronisi yetgan kishi umrida bir qitim Makka mukarramga berib tavob qilmoq farz. Lekin Xudo chaqirmasa bandiga nisib bo'lmaydi, dedi Tashqari uning samiga silib. Uningdan qolsa Xudo yo'lida manzilning ishlariga mangman. Sizlar faqat Allohning uyi Baytul Muqaddasning bo'sog'isida
kamina akalari uchun bir duo qilib qo'yislar bo'ldi. Ming martaba tashqarika, dedi Atxon xushalliq bilan rozi bo'lib. Sizlarning hiliqi jiyan o'g'il qanchalik pul ketganligini aytdimi? Tashqari birdam turilib keyin iniqini aytdi. Hiliqi Yangmodi degan boshliq bir pasportga 10 so'mlikdan 5 tillarning gapini qilgan o'xshaydi. Sizlar ikki pasportning gapini qilib edilar. Shunga buncha ko'p pulni og'zimdan chiqarishga petinolmagan edim. Hozir bu munofiqlarning nafsi yo'g'inab, do'zaxning o'tinimi pulmay yegidek bo'lib ketdi desizlar. Mayli, dedi Atxon xili chinqilib turib. Ish vujudga chiqsalar, pulda gap yo'q. Sizlarning hiliqi jiyan o'g'ilning ismi nima? Kishilar uni Hilimpeyi deydi. Dota yamulidagi amaldorlarning tunchisi. Men uning bilan bir ko'rishib baqsam qandoq? Bu ish yana yerim yo'lda to'xtab qolmasin. Ko'rishman destirmi mayli, lekin xotirjam bo'lsizlar. U o'z qo'limizdagi odam. Barmoq qo'ldan ayrilib nega baratdi? Hammasi sizlarga topshirdim, dedi Atxon ishonch bilan. Men 10 tillarni bugun peshindan keyin o'zlariga yetkazib beraman. Tashqari xo'shlashib mundaq dedi. Ma'qul, men sizlarni do'konda saqlay, boshqa tayyorlik ishlarini qilaverasizlar. Bu ham uzun, ham mushkul safar. Tayyorlik puxtaroq bo'lgan yaxshi. Ular xo'shlashdi. Tashqari do'koni tarafga, Atxon uyi tarafga mandi. Atxon ketib qo'lidan behuda chiqib ketayotgan jiring 10 tillarni o'ylab, ko'ngli yerim bo'lsa-mu, lekin ata vasiyatni esiga olib, musulmonlar tushidimi yod etadigan Baytul Haramni tavob qilishni ko'z oldiga keltirib, yana ko'nglini avundirdi va o'zini dunyodagi eng baxtli odamdek shodmon his qildi. 3. Bugun kechda Atxonning uyi bakmo jonlanib ketdi. Hammalar jam bo'lgan edi. Zilcha gilamlar silingan cho'ng mehmonxona gazvoy chirog'ning nurida kunduzdek yorib turardi. Mehmonxonaning o'ttirisiga silingan kanap dasturxon, qand gezak, meva-cheva, samsa samboslar bilan liq to'lgan edi. Bugun bu yerda Atxon oila kengashi ochgan edi. U dasturxonning to'rida o'ltirib, 2 yoshli tunji o'g'il navrisini quchqiga elib, erkiltishga boshladi. Bovoq tatliq qiliqlanib, birdam uning soqol bo'raklarini tartqishlaydi. Birdam uning beshidagi shaydoyi do'ppisini yulib tashlaydi. Atxon bir chog'da navrisining badam gullik bachkina do'ppisini ilib, o'zining yo'g'on beshiga kiydi. Kishilarga xuddi gumbazga chekit qo'ygandek g'alati ko'rinib ketdi. Shunga hammaylar kulishdi. Dada yarashdi. Haj safariga ashundoq chiqsilari bo'lg'idek, dedi cho'ng qizi Mastura kulikidan to'xtab. Biz borolmagandan keyin bolamizning do'ppisi bo'lsa-mu, sizlar bilan birga borsin. Mastura Atxonning tunji farzandi edi. Buningdan 3 yil burun 18 yoshida uni yotliq qilib, ota qarzini ado qilgan edi. Hozir u to'lgan, chiroyli, bejirim juvon edi. U bugun ustiga dilka piyoz rangli girib jarjatdan kang etak ko'ylak kiygan, beshiga kalvutun do'ppi kiyib, cheka sochlarini jigda gilimi bilan patlab qatirayotgan edi. Oq diqmoq bilakidagi oltin bilazuk bilan barmoqlaridagi rumcha uzuklar chiroq yo'riqida yolt qilib ko'z chaqatdi. U 12 yoshli singlisi Fatimaning yonida yukinib, dasturxondagilarga choy quyib o'ltirardi. Masturaning yuqori tarafida Atxonga udul o'ltirgan onasi Xon Tilla to'limu itoatchan, rayish qiyofatda birdam eriga, birdam balalarga ham ko'yinish, ham iftixorlik nazari bilan talmirib o'ltirardi. U ig'ir oyoq badaniga zaytun rangli xondandan kang chajmak kiyib, beshiga misqali ro'molni uchburja qilib artib olgan edi. Xon Tilla mushu holati bilan aslidagi 35 yoshli xipcha badan, zilva qomat, chiroyli juvonga o'xshashmay qolgan edi. Atxon navrisini o'ynashdan to'xtadi. Avval ayoliga, ondan balalarga birma-bir qarab chiqib, ondan mundaq dedi. Xudoyim o'ziga halollik bilan bandilik qilgan mo'minlarga jannatni baxshanda qilgandan boshqa nurliq jamolim bilan mehmon qilaman degan. Xudo xolisa pat arada Allohning qutlug' o'yini tavob qilish fursatiga erishdigandek turman. Xudoyim aman esen niyatlariga yetkazar, dedi Xon Tilla eriga Allohdan shafaat tilab. Degininkilar, dedi Atxon ayoliga mehr bilan qarab. Bugun men har biringlarning oldida mundaq ishni demoqchiman. Beri do'konni 1 yillik ijara qo'yib, Nazarbog'dagi dadamdan qolgan yer zaminlarni setish,
Men inchik hesaplab ko'rdim. Shundaq bo'lganda ham hajga berib kelishning xarajatini g'amligili, ham uy bilan balalarning 1-2 yillik kam ko'sini rastlig'ili bo'ldi ekan. Ikkinchisi, men uzoq o'ylanishlardan keyin o'g'lim Akbarni o'zim bilan billa elib berish qaroriga keldim. Bu so'z bilan tam mehmonxonada dastlab yenik shovqin, keyin jimjit sukunat hukm surdi. Bo'libmi Xontillaning uni ichiga tushib, beshi sangilab ketdi. U yolg'iz o'g'li Akbarni bakmo yaxshi ko'radi. O'z hayotining birdan-bir g'ururi, imoti va g'amguzari deb biladi. Akbarmo onasiga shundoq ejil amroq edi. Agar sonsi Fatima tug'ilib qolmagan bo'lsa, u onasini 4 yoshgacha emgan bo'ladi. Dada, menmi boramdiman? So'radi Akbar dadasining qaroridan shaklangandek qiyofatda. Baya u dasturxondan asta so'g'rilib chiqib, mehmonxona uyining ma'rifi yiniga qo'yilgan yo'g'on shamay sanduqning ustiga chiqib olgan edi. U bu yil 16 yosh edi. Chiroy shakli dadasini kiyibla tushgan Atxonning bayni o'zi edi. Lekin u kichik bo'lg'achqa terlari yumran, ko'zlari o'tliq, chiroyi sabiy edi. Shundoq, senmi borasan o'g'lim? Dedi Atxon salmoqlik bilan. Sana mo pasport ishlatyapman. Atxonning o'g'ilni billa elib berishda o'ylagan yerlari bor edi. Eng muhimi, yolg'iz o'g'ilni safar qildirib, jahon kezdirib, ko'zini ochish, nazar doirasini kengaytirish edi. Akbar 6 yil xonlik madrasada o'qib, arab tili yoziqini xili puxta egillagan edi. Endi arab dunyosini bir qur aylanib, muqaddas ulug' yerlarni ko'rib, tavob qilib kelsa, balaning keyingi istiqboli e'tiqodi uchun foydali bo'ladi. Yana bir tarafdan Atxonning o'g'lini yolg'iz tashlab ketishga ko'zi qiymaydi. Bala sho'x erkak edi. Uning ustiga onasi haddidan ziyoda e'tiborlab ketgachga, dadasi yo'q vaqtida biror chatoq chiqmaydi degili bo'lmaydi. Atxon ko'nglida mening bu qarorim Akbarni cho'qim xushal qiladi deb o'ylagan edi. Lekin kutmagan yerdan Akbar ancha xushal bo'lmadi. Bu hol Atxonning o'z qarorining to'g'ri ekanligiga bo'lgan ishonchini texmi kuchaytirdi. O'qishni qanday qilaman? So'rdi Akbar oxir qiydigandek talaffuzda. 6 yil o'qib, yerim yo'lda qolamdiman. Darvaqa Akbar madrasadagi o'qishni yaxshi ko'radi. Shuning uchunmi talablarning oldi edi. U yana bir necha yilda bu yerdagi o'qishni tugatib, xuddi ustozi Jaloliddin Mavleviyga o'xshash Hindiston yoki Misrdagi katta bilim yurtlarida davomli o'qib, butun suruk odam bo'lishni ko'ngliga pukkan edi. Ustozmi uning mundaq yuksak g'oyasini bilib, uni alohida mehr va talab bilan tarbiyalayotdi. O'qish hech yerga ketmaydi o'g'lim, dedi Atxon tasalli berayotgan qiyofatda. Biz qaytib kelgandan keyin yana o'qiysan. U chog'da balkim texim yaxshi o'qiy olaysan. Atxon o'g'lining ko'nglini bir oz xotirjam qilgandan keyin ayoliga qaradi va bir pas jimjitlikdan keyin "Sening fikring qandoq, onasi?" deb ayolining ko'nglidagini bilmoqchi bo'lgandek ko'chilab so'rashga boshladi. "O'g'lingni menga hamroh qilib berishga ko'zing qiyamdi-ya?" "Yo'q, undaq emas." Azaldan erining qaroriga qarshi chiqib boqmagan va qarshi chiqishni ravo ko'rmaydigan bu itoatman ayol ko'nglidagi norozilik bilan ig'ir qiyolmaslikni zo'rg'a besib, o'z ixtiyorligi bilan irodasiga qarshi gapni aytdi. O'g'il bola har vaqt dadaga yantayoq bo'lishi lozim. Bu ham qutlug', ham mushkul safar. Akbarning sizga hamroh bo'lgani yaxshi. Men rozi. Abballi, mana bu gaping to'g'ri, dedi Atxon ayolining gaplariga xushal bo'lib. Hamma ishimiz ko'ngillik, o'ngishlik bo'ldi. Inshaalloh safarimizmo shundoq bo'ladi. Men sizlarning teriqdek norozi bo'lib qilishinglarni xohlamayman. Agar shundoq bo'lib qolsa, bizning bu safarimizni Allohmo ravo ko'rmaydi. Xotirjam bo'lsizlar, dada, dedi Mastura Atxonning ko'nglini yasab. Sizlar qandoq o'ylagan bo'lsizlar, shundoq bo'ladi. Ata rozi, Xudo rozi emasmi? Masturaning so'zi xuddi bugungi yig'ilishga yakun yasagandek. Oila kengashi shu yerda oxirlashdi. Atsi Akbarning hajga boradiganlik xabari madrasaga tarqalganda, saboqdoshlari orasida har xil muloyizlar bo'ldi. Ba'zilar uni zangli qilib qo'rqitib, "Sen degan seriqtikka tushmagan cho'ji tursang, haj tavafing hargiz qabul bo'lmaydi. Minoda shaytonga tosh etib qo'g'lay olmay, shaytonning orqasidan ketib qolamsan texi. Mushk o'ltirgan bo'lsang-u, sho'r daryoga tashlanib o'lsan",
deyse, ba'zilar uningga havaslanib, "Baxt ta'liyan o'ng ekan Akbar. Kichikkina turib, xosiyatli safarga otlanding. Jahonning yana bir chetini ko'rib keldigan bo'lding" deyishatdi. Akbar shu kuni tushdan keyin ustozi Jaloliddin Mavlavining oldiga kirdi. Xiyolida uningga ko'nglimdagi gaplarimni, keyingi arzu-armonlarimni ochiq aytsam, balkim ustozim dadam bilan so'zlashib, uni raydan qaytarar deb o'ylaydi. Bu uning oxirgi umidi edi. Ustozining shundoq qilishiga ishonadi. Lekin u dadasining o'zidan burun chiqib, Jaloliddin Mavlavi bilan allaqachon so'zlashib, bu ishni bekitib bo'lganligini o'ylab boqmagan edi. Shunga Akbar ustoziga kuyib pishib bir muncha so'zlaganda, ustozi nihoyatda ig'ir besiqlik bilan uni ogohlantirdi. Ota buyruqi muqaddas, ota so'zini anglash farzand uchun vojib. Xushallik va rozilik bilan bu safarga otlan o'g'lim. Jahon ko'rsan, zehning ichiladi. Allohning baytida ibodat qilib, imoning quvvat topadi. Bu yerdagi o'qishni qaytib kelgandan keyin davomlashtirgin. Men seni kutaman. Mana shuning bilan Akbarning oxirgi umidimi yo'qqa chiqdi. Uning tanlash imkoniyati qolmadi. Ustozi aytgandek, xushallik va rozilik bilan dadasining qarorini qabul qilishga majbur bo'ldi. Shu ishdan bir hafta keyin Otaxonning qo'liga 2 kishilik pasport, 12 yulduzliq 4 chasi tamg'a besilgan chet elga chiqish guvohnomasi tegib, uning beshini ko'kka yetkazdi. Birinchi bob tugadi.